Keldingmi? Judayam charchab kelganman. Hozir xonamga kiraman-da, mazza qilib dam olaman. Uy ahvolini qara. Ovqat qilmaysanmi sen? Bolalarga qaramaysanmi? Siz qarasangiz bo'ladi-ku. Men ishlab kelyapman, tushunyapsizmi? Ye. To'xta. Nima ish ekan o'zi o'sha ishing? Voy, keyin aytaman. Hozir 3 kun sinov muddatidaman. Ozgina kirib dam olay. Nima? Dildor, plastigimni ko'rmadingmi? Erjonim men deydi. Qani ber. Mana. Faqat ichida puli qolmagan. Nimaga puli qolmaydi? Yo'q, chunki haligi ishga kiyib borishga 3-4 ta yangi kiyim oldim, bolalarga kiyim oldim, undan tashqari parfyumeriyalar oldim. Xullas, mazza qilib pulni ishlab. Baraka topkir 25 million bor edi ichida. Nima qilibdi shunga? Mana ishga kirganman. Oyligimni olib beraman, shunga ham janjal qilasizmi? Tavba qildim. Bolalarim nima qilyapti ekan? Kashasini ichdimi ekan? Xosinglimga telefon qilaman. Alo, bebish. Ish vaqti nima qilib o'tiribsiz? Voy, haligi singlim bilan gaplashmoqchi edim. Telefonda umuman gaplashish mumkin emas, bilasizmi? Bolam kashasini ichdimi yo'qmi? Menga qarang, bolalaringiz bo'lsa nima qilasiz ishlar? Haligi Bo'ldi, chiqing, tashqarida stollarni artib oling. mamma